konizarliklar kommentariyani ham banglatib yubordilaring-ku. Va nihoyat biz konizarga yetib keldik. Bugun sizlar bilan konizar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Gullaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Gullaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston. Do'stlar, sizlar bilan konizar haqidagi bir rivoyatga yuzlansak. Rivoyatga ko'ra, konizarga qadimda bir cho'pon yigit 40 ta qo'yini boqish uchun keladi, hamda qo'ylarini boqish davomida qo'y asta-sekinlik bilan kasallanib, nobud bo'lishni boshlaydi. Lekin o'sha paytda qo'y nobud bo'lganini ko'rgan cho'pon bu yerni koni zarar ekan, ya'ni menga foydasi tegmadi degan ma'noda koni zarar ekan deb nomlaydi hamda qo'ylarini olib bu yerdan ketadi. Shu nom shu bo'yi koni zarar bo'lib, keyinchalik konizar so'ziga almashib ketadi. Ha aytgancha, Konizar tumanimizdagi o'z iqtisodiyotiga ega bo'lgan ajoyib bir shaharcha desak ham bo'ladi. 2009-yilda Konizarga shaharcha maqomi berilgan. Konizarda juda ham chiroyli oilaviy dam olish maskanlari hamda mehmonxonalar mavjud. Uni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Bog'laring bor, gullarasan, tog'laringdan suvlar oqar. Konizarliklar, ushbu videoni barcha konizarliklarga jo'natib, like, kommentariya qoldiramiz. Xudo xolasa Konizarni butun respublikaga tanitamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar.